Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Samarqand viloyati Urgut tumanidagi Ichki ishlar boshqarmasiga tashrif buyurdik. Bunga bizni tahririyatimizga bir marta emas, davomiy ravishda murojaat qilayotgan onaxonimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya'ni tahririyatimizga murojaat qilgansiz, kuzatuvchilarimizga tushunarli bo'lishi uchun aytamiz. Sizni farzandlaringiz uyga to'lov qilgan va uyni xarid qilish tariqasida barcha summalarni o'zligi to'lashgan, to'g'rimi? Lekin uy sizni qaynokingizni nomiga chiqqan. Hozirgi kunda kuzatuvchilarimizga ma'lum qilib o'tamizki, hozirgi kunda aynan bu uydan siz foydalana olmayapsiz, to'g'rimi? Ha, shu uyga yashab turibmiz. 10 yildan beri shu uyga o'zim mehnatga xo'jayinim bilan kelin tushirganman, nevaralarim bor. Nasib bo'lsa yana 3-nevaram ham Chexda tug'iladi, lekinchi hozir ham tinchlik yo'q. Faqatki mana bu bir boyvachcha degan odamlar bor ekan bu yerda. Men mehnat orqasidan shu darajaga yetkazganim uchun bachalarimni ham o'zimiz ham xo'jayinim ikkovim ham, lekin bu boyvachchalar o'sha uyni bitta qaynog'amni nomiga olganimiz uchun uyni ko'rmasdan ham sotib olgan. Bir sirama bostirib uyga kelishdi, uyni bo'shat deyishdi, nechta odamlarni yugardi. Mana bu yerga men sudga murojaat qildim. Sud nimalari uydan chiqarmaslikka qaror chiqarib berdi. Qaror chiqargandan keyin qaynog'am uyni sotib yuboribdi. Keyin eshitdim men uni. Mana hozircha men bu yerga sudga murojaat qilganman. Hurmatli prezident bobo, Saida Mirziyoyev, ayollar mehnat qilgan odam shuncha ham nima bo'ladi? Men mehnatimni orqasidan shu darajaga yetkazganman bachalarimni. Mana bugun ham o'z akam nima bo'lgan uchun ham mana sizlardan haqiqat izlab mana shu yerga keldim. Ya'ni yillar davomida murojaat qilib kelmoqdasiz. Javobi qanday bo'lyapti onajon? Javobini hech ham ko'rmadim. Mana u safar ham sudga murojaat qildik, ko'ramiz dedi, lekin ko'rilmadi. Bir qaror ham chiqarmadi, bir nima ham qilmadi. Hozir men ham birovni balasini kelin qilib kelganman. Nasib bo'lsa 3-nevaram tug'iladi. Lekinchi mana bu darvoza tiq etsa ham ona keldi deb nevaralarim qo'rqib qolgan. Darvozani qulab o'tiraman, men ham ochib nevaralarim bilan qo'shniga o'tib bahs o'tirsam bo'ladi. Lekin qo'rqaman. Nimaki birovni balasi yashaydi erda. Men ham mana akam bo'lmadi, akamdan nimasidan hozir ketaman, kelinim Oyjon telefon qiladi. Kelinim telefon qilishiga yuragim qolmagan. Mana sizlardan iltimos, Xudoya, nima prezident bobo, qani chiqargan qarorlaringiz qayerga turibdi? Faqat boylarmi? Boylar undan natija ko'radimi? Mana bu yerda men qatori qiynalib ishlab dehqon bo'lib shu darajaga yetkazib bola chaqasini olib kelgan odamlar nima bo'ladi? Faqat boyvachcha ana bo'ladimi? U boylarga ham qonun bormi? Mana sizdan iltimos, Saida Mirziyoyeva, o'lay singlim, ayollar qaramog'imdasiz degansiz. Mana men ham bir onaman, men ham bir bandani bolasiman. Lekin men ham bolalarim bor, nevaralarim bor. Xudoga shukr, 4 ta nevaram bor. Meni ham men ham ularni nimasigini ko'rishim kerak. Men ham huzurini ko'rishim kerak. Qani haqiqat jonim. Shuni nimalaringizni ko'rishlaringizni so'rayman. Javohir, aslida hozir mojaro bo'layotgan uyni aka-uka birgalikda olgansizlar, to'g'rimi? Akam bilan olganmiz birgalikda. Ya'ni u novostroyka bo'lgan, yangi qurilgan uylardan bo'lganmi shunda? Bu namunali uy, kottej, o'shani olganmiz. Nima sababdan o'zingizni nomingizga, ya'ni rasmiylashtirmagansizlar? Nima sababdan degan o'sha savolingizga javob beradigan bo'lsam, biz joyda ishlamas edik. Dadam ham joyda ishlamas edi. Amakim maktabda ma'lum bo'lib yurgan paytda o'shaning nomiga olingan. Nominal uy joylar fermer, domlalar, ma'lumlar o'shalarga berilardi. Davlat ishlayotgan tashkilotlarda berilardi. O'shaning uchun biz majbur bo'lganmiz o'sha amakimni nomiga olishga. Ya'ni kim tushunarliroq qilib aytamiz, bu aka-ukalar davlat ishxonalarida ishlamaganligi sababli amakilarning nomiga rasmiylashtirilgan uy, to'g'rimi? Shunday. Kreditlarni o'zimiz to'laganmiz. 2022-yil to'liq kreditini yopib berganmiz. Amakim bizga tilxat ham bergan. Lekin 2022 to'liq kreditni yopib berganimizdan keyin uyni bizni nomimizga o'tkazib bermadi-ki, biz 2024-yil sudga berdi, fuqarolik sudiga. Fuqarolik sudida yutqazdi. Bizni uydan chiqara olmadi. Biz uyda yashab kelayotgandik. 2025-yil 21-aprelda sudda yutqazganligi uchun bizni majburiy holatda uydan chiqara olmasligi uchun uyni Tojimahal o'ra MCJ Rustam raisga sotyapti ko'rikda oldida. O'sha 2025-yil
uyni sotgandan keyin bizda xabarimiz yo'q. U odam borib darvozani ham bir taqillatib ko'rgan yo'q. Xuddi bir mol olyaptimi bilmayman, qo'y olyaptimi, darvozani ham taqillatgan emas, borib turib shunday ko'rmasdan ham uyda odam bormi yo'qmi, shunda uyni sotib olyapti. Uyda unga amakim oformit qilib beryapti. Biz uyda lekin yashab kelyapmiz. Hozirgi kungacha u yerda akangiz yashayaptilar, oilalari bilan. Oilalari bilan akam yashab kelyapti. Xo'p, yana bir savol sizga. Tahririyatimizga bir necha marotaba murojaat qildingiz. Aslida murojaatchilarimiz bir marta murojaat qiladi va kerakli tashkilotlar bu haqida surishtiruv ishlarini olib boradi va qandaydir javoblarni fuqarolarga aytadi-da. Hozirda aslida norozilik tarafingiz nimadan iborat bo'lyapti? Meni norozilik tarafim biz prokuraturaga murojaat qildik. Prokuratura ishni o'rganib ko'ramiz dedi. O'rganib ko'rdi. Ikki tomonni chaqirdi. Chaqirganda shunday suhbat bo'ldiki, haqiqatan biz kreditlarni to'laganmiz. Biz vajlarimizni keltirdik. Prokuratura uchastkovoy chiqargan qarorni bekor qilib berdidagi ichki ishlar tergovga olib berdi ishimizni. Lekin ish o'tganiga ichki ishlarga bir 2 oy bo'lyapti, hali bir natija yo'q. Ya'ni tergov jarayonlariga sizlarni mutlaqo jalb qilishmadi. Hali yo'q. Mutlaqo jalb qilishgani yo'q. Ikkinchi tarafchi, qarshi tarafdan xabaringiz yo'qmi? Ya'ni amakingizga chaqirgan, chaqirmagan haqida. Undan xabarim yo'q. Xo'p, hozirgi holatda tergov ishlari bilan sizni tanishtirishi, tergov ishlarini boshlanishi tarafdorisiz. Shundan noroziligingiz bo'lyapti. Shundan noroziligim bor mening. Asosiy murojaatingiz kimga iborat? Asosiy murojaatim prezidentimizga avvalambor. O'sha O'zbekiston Respublikasi prezidentimiz bo'layotgan bo'lsa, o'sha prezidentimiz buyuryapti, ichki ishlarga buyuryapti, prokuraturaga buyuryapti, sud xodimlariga buyuryapti. Birinchi murojaatim prezidentimizga avvalambor mana shunaqa mojaroli ishlarga salgina bir e'tibor berishlarini so'rab qolaman, xodimlarga bir qattiq tayinlashini so'rab qolaman. Bizga o'xshagan sarson sargardonlar nechta? Bu yoqqa kelsa unisiga bor deydi, unga borsa bunga bor deydi. Bizga o'xshab tushunmagan odamlar nechta? Shu tergov jarayoni bo'layapti, hali tergovda jimjit hali. Bizda ish hali ko'rilgan emas. Men o'sha tergov jarayonidan noroziman. Urgut tumani prokuraturasi xodimlari, Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari murojaatchimizning norozilik taraflarini eshitdingiz. Bunga odilona chora ko'rasiz degan umiddamiz. Sababi barchangizga ma'lumki, hozirgi kunda bir uyni xarid qilishning o'zi emas. Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligidan shu narsani iltimos qilgan bo'lardik. Murojaatchimizning norozi taraflarini eshitdingiz. Shu holat bo'yicha o'zingiz odilona qaror chiqarasiz degan umiddamiz.